yuk ko'tarish mexanizmini elektr qismini ta'mirlayapmiz. Tepaga ko'tarmay qolgan. Buni asosiy sababi mana bunday knopkasini, kontaktlarini mana bunday kirlanishi. Kirlanishi va knopkamizdan o'tmay qolgan. Hozir shu knopkamizni kontaktlarini tozalab yuboramiz va ishga tushirib yuboramiz. Mana kranimiz ham tayyor bo'ldi. Tepaga ko'tarmayotgan edi, mana taqdim. Ko'rib turganlaringizdek kontaktlarni tozaladik va masala hal.